Tarix g'ildiragi shunday shaxslarni biladiki, ularning hayoti ertaklardan-da hayratliroq. 1483-yil 14-fevral Andijon tuprog'ida Temuriylar xonadonida bir o'g'lon dunyoga keldi. Ismi Muhammad, laqabi Bobur, ya'ni Yo'lbars. Atigi 12 yoshida otasi Umar Shayx Mirzodan ayrilib, Farg'ona taxtiga o'tirgan bu bola hali oldinda uni qandaydir sinovlar kutayotganini bilmas edi. Samarqand orzusi, shafqatsiz taxt talashishlar va erta ulg'ayishga majbur bo'lgan shoh. Uning bolaligi qilichlar jarangi va fitnalar qurshovida o'tdi. Bobur bu erta so'ngan yoshlik va barvaqt boshlangan buyuk kurash ramzidir. Andijonni olaman deb Samarqanddan ayrilib, Samarqandni olaman deb Andijondan, bu Boburning o'z e'tirofi edi. Tarixda uningdek ko'p mag'lub bo'lib, yana qayta oyoqqa turgan sarkarda kam topiladi. O'z vatanidan quvilgan, tog'larda sargardon yurgan damlarida ham u taslim bo'lmadi. 1504-yil Bobur bir hovuch sodiq askarlari bilan Hindukush tog'larini oshib o'tib Kobulni egalladi. Bu uning hayotidagi eng yuksalish nuqtasi edi. Ammo qalbida bir o't yonardi, vatan sog'inchi. U Kobulda turib hamisha Andijonning qovunlarini, bog'larini va musaffo havosini qo'msab yashadi. Bu sog'inch keyinchalik jahon adabiyoti durdonasi bo'lgan g'azallarga ko'chdi. 1526-yil Panipat jangi. Boburning 12 minglik qo'shini Dehli sultonining 100 minglik lashkarga qarshi chiqdi. Strategik mahorat, yangi turdagi qurollar va yuksak intizom Boburga g'alaba keltirdi. Shunday qilib, Hindiston tuprog'ida 300 yildan ortiq davom etgan va dunyoni hayratga solgan Boburiylar saltanatiga asos solindi. Bobur Hindistonga faqat qilich emas, madaniyat bilan kirdi. U qurdirgan bog'i Bobur, ilmi fan va san'atga bo'lgan e'tibor bu o'lkani butunlay o'zgartirdi. U nafaqat fatih, balki buyuk islohotchi edi. U soliq tizimini tartibga soldi, yo'llar va karvonsaroylar qurdirdi. Hindiston xalqi uni adolatli hukmdor sifatida tanidi. Boburning eng katta merosi bu uning samimiyati. Uning Boburnoma asari jahon adabiyotidagi ilk avtobiografik asar bo'lib, unda hukmdor o'z xatolarini ham, yutuqlarini ham boricha yozgan. 1530-yil atigi 47 yoshida bu buyuk zot foniy dunyoni tark etdi. Rivoyat qilishlaricha, u betob yotgan o'g'li Humoyinning dardini o'ziga tilab olgan. Bobur o'z xalqi uchun, oilasi uchun va fidoyilik uchun yashagan inson. Bugun biz Boburning nafaqat sarkarda, balki o'zbek tilining boyligini dunyoga ko'rsatgan buyuk shoir sifatida e'zozlaymiz. Uning nomi mardlik, uning so'zi hikmatdir.